Do'stlar, 2025-yil 30-aprel sanasiga Germasidorskiylar mana e'tibor berib ko'rishlari mumkin. Juda ham chiroyli holatda. Bu ulangan daraxt. Mana bu yerga kurtak solingan, bu yerlarga kurtak solingan. Chunki mana yonida o'sha o'zini o'zi changlatolmayotgan mana valavoy, mana valavoy. E'tibor berib ko'ryapsizlar, mana valavoy shoxi, mana shu valavoy bo'ladi. Mana e'tibor berib ko'rishlari mumkin. Mana yonida Germasidorskiy, mana kalibrini qanchalik farq bilan katta bo'layotgani. Bu daraxtda ham xuddi shunday, mana uzoqdan ko'rsatyapmiz, daraxtdan bilinib turibdi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Daraxtlaringiz turgan joyida tomirini o'zgartirmasdan, chunki payvand tanlash qiyin bo'lyapti. Hozirgi kunda aytaylik, ba'zi joylar zak joylarga achchiq gilosdan ekishadi-da, u yaxshi effekt beradi, lekin zak joylarga magilovka yoki tushmaydigan payvandtaga ekib qo'yishadi. Unaqa odamlar almashtirib olsa bo'laveradi, chunki bar payvandtak zakka tomir yetib borgandan keyin effekt bermaydi, chirib ketadi. Shuni hisobiga daraxtlarda, bog'lar oralig'ida qurish ko'payib ketadi. Ba'zi joylarda payvandtak zo'r tushgan, lekin sort noto'g'ri bo'lib qolgan yoki sortida aldanib qolgan yoki sortida buzilish paydo bo'lgan bo'ladi yo ob-havosiga, iqlimiga tushmagan bo'ladi. Shunaqa joylarda daraxtlarni tomirlarini o'rnidan qo'zg'atmasdan tepa shoxiga boshqa sort ulab, bemalol yangi sortlarga olib o'tish mumkin bo'ladi. Mana bu yerda ham gilos o'zini o'zi changlamaydigan sort, mana valavoy changlatish qiyin, hosili juda ham kam bo'lgani uchun mana Germasidorskiydan ulab berilgan. Mana bitta daraxtda, mana Germasidorskiy, mana bitta daraxtda bu shoxi, mana bu shox qolib ketib qolgan. Bu tomonlar hammasi Germasidorskiy ulangan, 4 ta Germasidorskiy, mana bitta valavoyi qolib ketib qolgan. Do'stlar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, 94 139 33 39 telefon raqamlariga bog'lanasizlar. Agar o'zlaringizda payvand qiladigan odamlaring bo'lsa, payvand qilish vaqti bor, payvand qilish nuqtasi bor do'stlar. O'sha joyida xatolik yo'l qo'ymaslik kerak, chunki payvand qilish vaqti daraxtlarda juda ham qisqa vaqt tashkil qiladi. Sabab u o'sha qisqa vaqt ichida ulanmaydigan bo'lsa, u tanasida qatish paydo bo'lgandan keyin pindik solsangiz, pindigingiz ko'karmay qolib, 1 yilga yana yutqizishingiz mumkin bo'ladi. Shu sababli bu yerda jiddiy qarash kerak bo'ladi. Maslahat olish uchun, agronomning maslahatini olish uchun to'liq bepulga, hech qanday pulsiz, hech narsasiz agronomlik maslahati, yordamimiz tegganidan xursand bo'lamiz. Olish uchun pastdagi nomerlarga telefon qilib, aytib o'tilgan nomerlarga telefon qilsalaring, maslahat beriladi. Shu maslahat asosida ish olib borsalaring, inshaalloh daraxtlaringni effekt beradigan sortga olib o'tib ketishlaringga tekinga yordam beriladi do'stlar. Videoga like bosamiz. Bu videoni mana shunaqa daraxtda adashib qolgan insonlarga jo'natib qo'ysalaring, manfaatli bo'ladi. Bizni yordamimiz tegsa, xursand bo'lamiz. Do'stlar, sog' salomat bo'lasizlar. Podpiska bo'lib qo'ysangiz, mana shunaqa yordam kerak bo'lib qolishi mumkin. Agar sizda ham bog' bo'lsa, bemalol biz yordam berganimizdan xursand bo'lamiz. Salomat bo'lasizlar, kuzatishda davom etinglar do'stlar.